Salam bütün dünyadaki Uygur'un müstakillik köngül bölüvatkan ve yoki Uygur'un müstakilligini qo'llayotgan Uygur tilini tushungan barliq do'stlarga mendan ko'p salom. Bugun sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi bo'lgan va yoki sizlar bilan fikrlashmoqchi bo'lgan hem billi tahlil qilmoqchi bo'lgan asosiy mazmun bo'lsa hozirgi dünya vaziyeti to'g'riliq ondan keyin Uyg'ur masalasi haqida ondan keyin yana bir parcha kichik mazmun Vatikan ve Jungo asli o'zi virus, hozirgi virus degan narsaning o'zi ashlarni ifodalaydi degan mazmun o'tchirsida sizlar bilan o'rtoqlashamiz. Tushunishlik bo'lsin deb biz mazmunlarni uşaq parchaga bo'ldigan bo'ldik. Ondan keyin suhbatning oxirgi zaman yaqinlashdimi? Hozirgi alomatlar shu yaqinlashganligini bildiramdi. Yaqinlashganimiz qanday bo'ladi? Bundan keyin qanday qilamiz degandek temalarda o'rtoqlashamiz. Hozir oldi bilan hozirgi dunyo vaziyatining bek qalaymaqonchiligidan hamma odamning beshi qayib ketdi. Endi shu holatda tashviqotni bek yigizpas. Endi biz ma'u to'g'ri, ma'u xato deb demay, biz hozir bo'layotgan ishning o'zi to'g'riliq suhbatni boshlasak deb o'ylayman. Endi hozir dunyo vaziyati nurg'un o'zgarish har kuni bo'layotdi. Endi mush yaqindagi eng yangi mazmunlarni Yarman efendimden anlasak, qani merhamet. Assalamu alaikum. Bütün dünyadaki Uygur Türk, Azerbaycan, Türkmen, Türk, Kazak, Özbek, Kırgız ve Tatar, Noğay, Uygur Türk, Uygur kırındaşlar. Kanlar yaxşı mısırlar teşvikma. Uygur dünyası hoş geldinler. Hem bugün gününler hayırlı olsun, kiler gününler hayırlı olsun, müstakilligimiz aman olsun, halkımız, milletimiz aman olsun. Hoş. Bugünkü bizim buna karşı temiden gap kılışımızın, sözleşimizin sebebi asas nokta, asası var bir temalarında. Cereyan, vaka, olayotgan siyasi, tashqi siyosiy degandek. Xo'sh. Endi bu shu biz yangilikni yig'ib aniq so'zlaymiz-ki, buni da eskartishmi, koni eskartishlar bo'ladi. Buni G'ani afandim tushunib qo'ydi. Xo'sh, endi bu bugungi kunlarda Amerikaniki o'sha payshanbani tortib eg'i tutdiki Elak Kore'ye köketken o, elakla yük maşınga atomlarını besip, başkadan atomlarını besip, neç tonluk. Hem de 50-60 tonluk erilik korallarını Amerika bu şu peşemini tartıp, tünügen şemmeki geçe, neyi toşu değil, toşuptu bunu, toşu değil deydi. Neyi toşağalarını okumaydıkken, hazır Xitay'ın işi de erdi aletken. Çünkü o Demokratik Parti'ye haber kıldı kulaka. Bu kurallarını neyi toşudu? Hindistan'a mı? Ya olsa Taşkı Mongolya'ya mı? Bunu hiç kim bilmedi. Anazını kılamadı. Hoş. Bunu kanak toşudu. Hem de bu poyizda, nurgun poyizda katnaptı. Onun da neyim var? Onun da belizi yıpırlıkken. Bu poyizda tankı var mı? Ya zavut fabrika yütkünü mü? Bunu şu az endişkisi yütkü. Hoş, bu yeni haberi. İkinci haberde olsa Vatikan'daki altını bu pul soraptı. Pul nerede der? Nerede bütün dünyadaki milletinki aldap kıynışken pul nerede der?
Vatikan yer astiki bütün altını kökütüptü. Bu altınınki kançıki sakta, kançıki rast. Bunu bilmeydik ya. Şunun için altını yetiş, zavut kısılış mümkünken. Ha. Bu Vatikan yanarsızlık altınınki tonunun sahne yok deydi. Tonunun sahne yok. Hem de bunun da ama dolar kaçlık var. Kaç trilyon dolar var. Az pulu yok. Bu altının cevabının sebebi bütün dünyadaki altını hem jığılışın sebebi bu kıymet bağı koyup tayı altın setiş. Ezen iliş. Özü eritip, özü kesektek kılıp, kişilik kılıp. Saklayıvergen gel. Anada öyle kındak olacak kelgeni köpken. Pulun setip ağını az, teşvikte. Taat vağını cemen köpken. Hoş bu bir yeni haberden nemisi. Bunun de Xitaylarınki işçidiki mesele. Bu yeni haberki. İşçidiki mesele hazır Guangzhou. Hem de ular Şangay'ına bulan tili okşaş. Gongsan'dan bu devleti parçalaydı. Dep hazır işçi kavga olup biz ayrım demokratinin buluşumuz gerek dep halkı godugodun namaş kılmaktı. Aşındaki 3-4 gün iş taşlap kemmey askerlerindeki onda kılmanlar az vaktiki oğuşup tutudu. Ola atom bomb atanmaydı. Yağın işenmenler. Degenliken böyle pulu varlar. Hem de Hong Kong kaçarız. Hong Kong'un bu Xitay'ın kolu var. Çatki çıkaydısı çatki çıkanmavatkan. Bu öyle talaş tartışlar bulup analiken şu bir Xitay'ınki sözlüğünde yani bir şu Guangzhou'nun bir haberinde bu Santon'un ide bir ülkesi vardı. Aşağıya 35 bin Uygur'un yötkigini Şintan kuşurgen. Burun biz rak alattık bir yerden. Rak battı. Viyege 30 bin Uygur'unu yani Guangdong'un nemisiga 174 bin dedi mi? 174 bin bir yiyisiga Rışlı itizge şaltı yerim nemi kılmaydı. 174 bin Uygur'unu aşağıya zorla mersip üyetki karşı almay, karşı çıkıp üyet boğancılarını hiç kim hukmaydı ki. Nurgun halk itlik etti Xitay halkı. Çünkü hükümet şu məxsusi onlar söyledi. Anladı ki mavu Şicajuan deganini bilsizlar, bizning vatanliklar bildi. Bu Şicajuanga 130 mingdan oshiqroq aniki o'sha qiz o'g'illarni shu yerlashtirgan. Ben mishaldan qalay shu Shanxay, Zhejiang bununla 4 milyondan oshiq Uyg'urlarni zavod fabrika tiqib bo'lgan ekan. O'za yil 2019. 4 milyondan oshiqroqini. Xo'sh, endi bu yerda ikkinchisi bo'lgan nima degan efendim? İkincisi yoktu ki. İkincisini de sormadım. Ya, qani so'rab beringlar. Başu xabarlarni Hazır xalqaro xabar to'g'risida so'zlashyapmiz. Men azroq qo'shib qo'yay. Hammamizning xabari bor. Amerikada to'xtamay yataverdi. To'xtamay u shahar, bu shahar, u shtat, bu shtatlarda to'xtadi degan xabarlarni biz oldin qaptadim aldık. Onun oldin qaplarını aldık. Endi eng yangi xabar nima desak, Yaponda yataverdi. Bu keng ko'lamda taqtilmadi bu xabar. Andigan Yangi Zelandiyada yataverdi. Tekrar tavridi. 8 bal tavrisimi bu medialarda ochiq tashviq qilinmadi yoki xabar
qatorida o'tirib chiqmadi. Demak, bu 3-Dünya urushining pərdə aqıda bu medialarım ochiq chiqmay turiblar boshlanib ketganligini bildirdi qarindoshlar. Endi bu yerda bu nima uchun bu uyoq bu yoqlarda yerdavrab yer ostidagi yer osti yo'llari yoki tonnellar mushdaqsiga bichit qilindi degandek narsalar o'tirib chiqyotidi. Bu hammasi Vatikanning narsa ekanligi to'g'riliq medialarda hozir tarqalyotdi. Buni hammamiz bildik-ku deyman. Bu hozir yangi xabarmi emas. Hozir Vatikanning yer ostida tonnellari, yer osti yo'li borligini, tonnelning ichida to'xtamaydigan poyez, tramvay, ash narsalarning borligi o'tirg'i chiqyotdi. Demak, yer tavridi degan gap hozir yani majbur tavritib ash narsani buzdi degan yer kelyotdi. Bu narsalar baribir o'tirg'i chiqdi. Uzun vaqt qolmay bu narsalar medialar asta-asta o'tirg'i chiqdi. Shu chaqda bilamiz. Biz hozircha bildigan narsamizni deb qo'yayotganlik gap. Endi mushu necha kun oldidilar mana bermadimi qalaymaqanchilik dahshat bo'ldi. Bu narsa mana shu bizning da'voyimizdagi narsaga o'xshab ketadigan bir yeri bor. U nima desa, hozir Berma xalqi mushu huquq talashayotganlar urushini to'xtatib, sizlar tesh yo'li bilan saylam o'tkazsanglar, kim saylansa shu chiqsin bo'lmamdi desa, hech qaysi unmaydigan gap. Xuddi surgunli hukumatlardek yoki Dunyo Uyg'ur qurultayidek yoki Turkiyadagi tashkilotlardek xalqqa uchiq oshkora ichivatgan saylam qilayli desam unimidi. Buna Bermida hozir bo'layotgan qalaymaqanchilik mushu shu. Demak, kommunistik partiyaga o'xshash biz huquqni egallayapsaqlar deganimiz degan qilganimiz qilgan degan aşı yo'lda mengvatqashqa hozir Bermida qattiq urush holatidagi namoyishmi qattiq namoyishlarni etayotgan holatmi hozir u yoq bu yoqlarda o'layotganmi xabar chiqyotdi. Endi xalqaro vaziyat to'g'riliq mushunchalik bo'lsin. Endi keyingi mazmunimiz hozir xalqaroda hammamiz bilgandek virus deb kishilarga qo'rqoq silibli keldi. Endi tuyuqsizlar birim emas 3-4 xil vaksina chiqdi deb hozir e'lon qilyapti. Jungodan chiqdi, Amerikadan chiqdi, Yevropadan chiqdi. Yeni qanchalik bor biz bilmaymiz. Hozir 3 xildek narsa borda. Bu virus bu narsa intan qo'rqinchlikmi yoki vaksina qo'rqinchlikmi? Yoki kommunistning o'zi qo'rqinchlikmi, Vatikan qo'rqinchlikmi? Hammadan hozir Xudodan qo'rqmaganlarmi? Mashinaslarning hammasidan qo'rqyapti-da. Bu to'g'riliq Yarmamat apandimning fikrini azroq anglasak. Xo'sh, qarindoshlar. Endi bu yerda G'ani efendim qo'linglar ketib qoldi, ko'tariblar, to'xtab qoldim. To'g'ri ajizdi balkim. Menikida ketib qolmadi ish qilib. Ha, shu to'g'ri aziz o'xshaydi, gapinglar o'zib chiqadi-da. Endi qarindoshlar, bu virusni nerede chiqsin, hamma yerda chiqdi. Yasab chiqqanga Wuhan bo'lib chiqdi. Bunun neticesini aşağı qarab chiqadi. Endi bu o'lganlar, qeyrilar, millionerlar, puli yo'q kambag'al gadaylar yashayotdi. Endi qo'rqoq oladi. Nimaga? O puli borni gapi, puli yo'qni gapi to'ng deb puli olib o'ylab bunda bo'lgan ekan, bo'lib butun dunyoda nima kuchliq, nima mavjud, bu mavjud bo'layotgan, hozir bo'layotgan narsa asosiy reallik masala nima deganda, hozir virusdan qo'rqmay, endi chiqayotgan vaksinadan qo'rqyapti bular. Endi bu vaksina masalasi shundan qo'rqyapti. O'tgan ay bu
bir ayın aldida şu G'ni efendim bilan chiqqanda menga vaksina salgancha ko'tayim, men uylanma olsam deb nima qildim deb o'tib ketdim-ku, o'zim yolg'iz chiqqanimmi. Bu nimaga degan chog'da hozir bu yerdami vaksina gepi tugab ketdi. Vaksina gepi tugadi. Mush ko'kitib, rasmni ko'kitib, xudilikqa Erdo'g'an bunda biligini ustida turib ko'katgan. Anaka do'pinchik bunda ko'katdi-ku vaksinani. O'zi umidi ular. Ular haqiqiy shu vaksina o'zida o'lidi. Biladi. Endi bu Turkiyaniki 2 milyon vaksinga endi 30 ming Uyg'urlar tekshirgan masalalar chiqyapti, gaplar bo'lishgan. Bu hozir bu vaksindan insonlar qo'rqyapti. Nima qo'rqyapti? Bu insonlar, Uyg'urlar hozir yaxshi emas. Virusga ambulans jiddiy qutqiz jugamay, vaksin Uyg'urlarga jugatyapti. Bu bir yeni bir mo'yim, qo'rqinish bir masala bu. Endi shunaqa, endi ularga yüz men nima qilolmayman. Endi bu davatgan insonlarning ig'isiga gap. Men ko'zim ko'midi. Hozir bu tashqi dunyodami vaksin to'g'riliq so'zlayapti. Bu boshlanmoqda shaxsiylar mediada so'zlayapti. Chet elliklar, Yevropaliklar yana. Uyg'urlarning bu vaksin degan nima? Kötüğünde bunu biz okumaymızdır. Bir yerdeki neçe Uygurlarmı, Germaniyadakilermi anlaşımça. Biz bir yerde nemi kılıp virüs nemi sakaydı bular. Anak sakaydım da Allah'ın edersin sakmayıptı. Yakşı. Germaniyadakiler anıldık, sakaydı. Hoş. Hem de yan bir mesele var. Neçe vakitleri şu teşkilattaki siyasun, meyli tarihçi olsun, meyli dindar olsun, bu olsun. Hem de kardeşler gapni o'chirib asl demaydim bunu devday. Bu şu Vatikanmı Türkiye'deki bu dindarlarını fırlatıp nima qilib asl sabahlarını Suriye'ye adam çıkıp aile apırıp kıvatatdı-ku. Ağzı toxtumay kıvatatdı-ku. Erdoğan'ın ki tilini kesip gitti desenler kardeşler. Çünkü yukarıdan besim kelip nimaga ishchidagi bosh kommunistni qatgan hayırlarni bütün dünyadaki bizanki meyadan bo'lsin, bütün Avrupa chet-elda bo'lsin, hozir ittifoqlashayli, birlashayli deb bultunaga shu istihbarat aniqlayotgan. Çünkü nimaga desanglar menikinin bütün medyalarını anlap bu tercüme kılıp pişirganiki endiki bir hüccet kılıp kağıt yazıp hemen teyyak koydu. Bu nurgun Uygurlar, sahte Uygurlar'ın hemmini nemi koydu. Meni sizler bilisizler. Ben iğzalqılık degen sizlerge. Ben Uygur sizler bu şu hain yaptığını bilen manan tılıda hain, payin, açatak, maçatak yok mende. Ben anladığımda dedim. Bugün dep koyuş mecbur kaldım. Çünkü şu nurgun biz Uygur millet muş davanı şu yukarıdakiler sen o insanı aldayamazsan aldanmaydıgan o Uygur halkı aldangan bilen mala bunu demek saldıkken taraz saldıkken bunun kiracıga Uygur'a ziyan Xitayning davası qildi. O'tgan dedik-ku, o'tgan Xitoyning davası qildi. Nimaga desanglar, sening qanday xabaring bor desanglar, bu xabarni ash ustimda arz qilib, "Ma'g'uy bunda davodan nereden alding" desang, seni inqilab, sen yaxshi chiqsan, normal chiqsan, qutulsan. Ammo anda chiqib qolsang, tutilib qolasan. Bo'ldimi? Shuning uchun ittifoq, birlashish eng narsa deb qo'yay. Mana Davlat efendim. Biz hozir virus to'g'riliq so'zlashyapmiz. Ma temadan bak chatnab ketmang. Yo'q. Eng nimisi Xitoy qo'rqitilgan nima? Sening harakating qurol tutish emas. Uyg'ur ittifoqlash birlashgan chaqda Xitoy aniki qo'rqidi.
Xitayning o'yin tugaydi. Vatikan shaytonning o'yin tugaydi. Tashqi kuchlarning bizniki ustimizdan mustaqil qarshi turayotgan shu xoinlarniki o'yin tugaydi qardoshlar. İttifaqlaş birleşsek, hammamiz ittifaqlasak, bütün bularniki vücut tugaydi. Sağgan resmisini bekar ketadi qardoshlar. Ma to'g'rilikdan men ikki deb qo'ydim. Gapim tugdi. Qo'sh, G'ina efendim. Bu virus meselesini hemmimiz anlap kelyapmiz. Uyg'ur qirg'inchilik meselesi o'tirg'i chiqib, Jungo hükümeti Uyg'urlar ustidan erkak qirg'inchilik epadi deganda Vatikanmo, Komünistlarning hammasi, Amerika demokratchilari, Birleşken Milletler Devlet Teşkilatı hammasi bir mezgil jim turib olgandi. Man endi virus chiqsa, dastlabda bu to'g'riliqmi har xil apqashdi gaplarni qilib bu o'zi u yoqdan bu yoqdan tarqalibdi-dek, yan birnim bo'ldi-de. Ma bu istixborotlarniki Wuhandan tarqalgan to'g'riliq nurg'un narsalarni tarqatgandan keyin ma bu Daniyaniki dаңliq rassomi Hacı resim sızgan ressam Xi Jinping'deki xalqlarga şu virusni ağzıga sevayotgan bir hacı resmi qilganda men yerga chiqarib qo'ydim. Şu narsalarni chiqasimi virusni biz qilmadik deb Jungo hukumati şu resim sızganga besim tushirib, hatto Daniya hukumati bilan bir muncha azarlashib jazo beramiz degandek ashulaq talash tortish qilgan. Vatikan bu to'g'riliq hech nimani so'zlamay turib olgandi. Shu chaqning o'zida Amerikaning Demokratchilar partiyasi mushu Trump apandimga ortib qo'yganda mushu viruslarni. Vaksin degan hozir chiqmaydi, 2-3 yillar tajriba qilsa, ondan keyin bo'lamdigin deb yurgandi. Endi tuyuqsizlar bir emas 3-4 xil vaksina bor deb yurdi. Endi buning vaksinaga chiqibdi. Undaq bo'lsa bu vaksina ursa ras foyda qilammi qilmamdi deganda sinoqniki natijasi yo'q. Bo'pti-dek degan gap bor. Andikin yana birsi mushu virus zodi qandaq Wuhanda qandaq qilib tarqalgandi degan narsani aniqlanglar desa, mavu nimaniki WHO Dünya Səhiyyə Təşkilatı. Bular Wuhan'a barimizda Beijing'e berib oynab Wuhan'a borgandan keyin bu şəpərəngdən tarqaldı mikin qıb oynab yurgidek hozirmi. Demek bu virus asli o yoqdan bu yoqdan tarqaldi degan o'zini yolg'on. Bu virus Xi Jinping bu virus, Kompartiya virus, kommunistning o'zi virus. Bu viruslarning boshliq eng cho'ng virus Vatikan virus. Mushlar tarqalyapti jahonga hozir. Kishilar tahdid sevyapti, insonga dushmanlik qilyapti. Vaksin deb ishlab chiqarganlarga mushlar pul berib ishlatkizgan vaksinda u. Erdo'g'anniki vaksin urgan videosi tarqalib yurdi ko'rdinglar. Okulni badnik sanchimas, okul ichki kirib ketadi, okul yanglisi. Bunda bassa yolg'on, bassa aның içindeki doğrular okulun basıdığa yer kirip gidiyordu. Xuddi okul urvatqandek aşdaq görünüşden yasap çıqqan bula. Aşla ta hazırgıça vaksini urg'uzpaqmidi. Bunu mediaga chiqarishning maqsadi nima? Xalqlar olda vaksinini bir urg'uzib, yana bir kasal tarqitish, qo'rqinish paydo qilish, xalqlarni o'ttirish, bularning maqsadi shu. Endi virus to'g'riliq mushunchilik so'zlayli. Endi keyingi kichik temamiz hammamiz bildigan narsalarni tem qilib chiqadik. Men yerga rasmimni chiqarib qo'ydim. Ikkinchi dunyo urush mezgillarida Churchill deymiz, Stalin deymiz, mushu Mao Zedong, Zhou Enlai mushlarning hammasi birlashib Uyg'urlarga suiqasd planlash uchun Yalta kelishimini planlab chiqqan. Faqat Uyg'urni bu yerda to'sash maqsad. Endi muşunda qarsak, hammasini atrofdagilarni qiyotamdagi, masalan, bu Turkistonchilar,
Ya Turkish people deb yürgenler diyen okşaş, hamma milletni tanqıvatamdı, hammasini qaslavatamiz, undaq emas. Mesela Qozog'istonni jidal qilmisimi, mustaqil qilib qo'ydi. O'zbekistonni, Qirg'iziston, hammasi Tojikistonlar. Eng qizig'i mana Tojikiston hech nimada yo'qda, ashlarni mustaqil qilyapti. Uyg'urni hozirgacha tutib turyapti. Nima uchun? Ayni vaqtda bu O'rta Osiyodagi narsalarga hech qandaqsiga bir narsa bular tuzilmagan. Stalin o'zi o'ynasin bu o'yinni deb. Faqatla eng chong o'yin nega o'ynagan? Dunyodagi eng qudratli imperiya bo'lgan Chingizxon imperiyasini parchalaydi deb Mongoliyani ikkiga bo'lgan. Ichki Mongolni Jungo hukumatiga, tashqi Mongolni o'ziga olib qolgan. Ham Uyg'ur kelgan qanday qildi? Uyg'ur imperiyalarning ichida hammadan murakkab, hammadan qudratli bir imperiyaningki egasi bo'lgan Uyg'ur bo'lgandan Stalin qo'rqib olmagan. Bumuz ya degan kimga ziyon qildi? Neft batosa, gaz batosa, munbat tuproq. Stalin nima olmaydi? Qo'rqidi. Shunga buni Jungo hukumatiga tutqizib qo'ygan. Senle al bunu deb. Şunun bilan hozirgacha bu suiqasd davomlashib kelyapti-da, Yalta kelishimini bular hozirgacha o'tirga yeb chiqamidi. Amerikalik kuchayapti-da. Amerika, Kanada qo'shildi, Avstraliya qo'shildi. Yaponni qo'shimcha o'zining har xil tirishchiligini ko'rsatyapti, lekin uch o'tir hozirgacha chiqib bo'lmadi. Bular o'z oldiga bayonotni e'lon qilib boqmadi, lekin harbiy kuchi doim Jungo hukumati qarshi turgan tayyorligini hozir isbotlayotdi. Bu to'g'riliq mening askardagan mushunchilik, men bu to'g'riliq Yarmamat abadida ko'p bilmayman. Buniki muhim yerlar tushib qolgan bo'lsa, Yarmamat apandim to'liqlab bergan bo'lsa, rahmat. Hoş. Endi abaytdan aşuylaqi manandaki telefondaki xabarni abaytma telefonun yüzü qapqal o'shib ketgach ko'ramadim. Xitoy Hindiston Ladakqa Kashmirga 60 ming Uyg'ur askarni tayyorlabdi. 60 ming Uyg'urni askarni tayyorlab endi o'zi ishga yaramabdi. Xitoyninki Ladakda favqulodda buldudan tortib urush qilmoqchi etishib anchush qilgandan askardan 103 ming 14 askar o'lib bo'libdi ekan. 103 ming 14 askar o'lib bo'libdi ekan Xitoyning. Xitoylar deyapti. Hozir 60 ming Uyg'ur askarni tayyorlab endi Xitoy deydi. Keyinlik shunda burilsak, Gongsandan yo'q deydi. Endi ular, endi men anglab kulib ketdim-da. Albatta bu telefonga qarab nima qilmansam buniki o'zinglar bo'lsa ekran qap-qarab 3 kutuda bunaqasi ichildi. Buni mana shunday bu bir endi yaxshi xabarmi, yomon xabarmi uqilmaydi. Bir xabar Xitoy o'zi urush qilmaydi qarindashlar. Yaramaydi. Maş g'aydapanimiz Yaponniki gapini qilib keldi. Burundan tortib Yapon askar dengiz mayli havoda bo'lsin Xitoyga birdan bir tetib kelayotgan. O Amerika hazraklar setib chiqayotgan chog'da Yapon Xitoydan qat'iy nima qilmadi. Hammamizga xayoli bordek 2017-yili Yaponning farqi o't qo'yayotgan Xitoy xalqiga hukumat ruxsat qilmasa nima qiladi uni o'zicha mulla qilib ketgan. Ani kalashi general nima dedi? Bo'pti. Biz to'lam olmaymiz. Buningdan nachma asa biz qilamiz degan ekan Xitoy butun farqot molni hasilab to'lashga ma'qul dedi. Mush Xitoyning dunyo so'raydi. Ortum bulmusi va usi va busi va askari va mana askari Ladakda chekinib Uyg'ur 60 ming askar o'zining Xitoy so'zlayotdi. Ladakdan chekinib 60 ming Uyg'ur askarni Kashmirning cho'risiga bu Xitoy yatmat Uyg'ur va kaviyada Xitoy so'zlayotdi.
Aşı Japonya'daki aş farklı otkuyatki bütün muşu çaptaki Uygurlar hemimiz anladık ko. Mallıda otkuyatki Saudiyalar farklı otkuyatken de. O bir farklıkka netçimin o malının netçitimini özlemi kılımız eken. Aş bir generalının gibi bilen netçi eslep tülep beri Xitayla. Hazır Amerika ve taşkı dünya bu Demokratik Partisi ekipli bola bir Avrupa ekipli elek diplomat kısıp Xitay'na yemek götürüyordu. O üzeyçi Akısı Vatikan, Türkiye, İran, Rusya, Pakistan, Saudi Arap çoğunluğu bunun içinde olsun köpte. Afrika, elek nemile ma yakında bu yana Birleşkenlerden Suriye bakken. Aşı nemile bakken. Mana kardeşler. Şunun için bu kuş emez. Birleşkenlerin kuş emez bu. Birleşkenlerin kuş emez. Ben Geyne'ne kaçın 20 adam olsa, Geyne bile alakalı olsa benimken. Ben aldırının olsa, ya bir cidel, bana demek olsa, yeni kıtlık adamlar, beni bu işkimde kadar bağımız kumaydı. Ben yaksı tutmuş bakın koyayım. Allah'a nimol deydi. Ben hiç kim gibi olmaz, valak şu buraya vereyim bunu. Allah acı işte bilirdi, ama ben muşatmaydı. Çünkü ben tolamaydı. Bu dünyanın oyunu bu arkadaşlar. Hani Saddam'la mı? Aşı ne bilen orası bilen şunda yakındı. Amerika veren kılbattı. Orası bir pay okşu kılbattı mı? Saddam için, Irak için. Suriye mi şu? Libya, Gaddafi mi şu? Amerika veren kılbattı. Orası aşağıda şunda yakındı. Dostu. Ana baş 2019'da akırı İslayman'la generalına yakın nemdeki Mao İran'daki Amerika ne kılattı? Orası benim dedi mi? Xitay anlaşı oldu mu? Pakistan anlaştı mı? Saudi anlaştı mı? Kim anlaştı? Kardeşler, bu dünyanın vaziyetini anıl ados, manıl mados diye yalan gap bu. Bu yalan gap. Amerika degan dünya sakçısı. Dünyanın hakimiyeti. Nimaga? Amerika'nın tutkan nemisi bir kanunu, nima kanun? Uyg'urning kanunu. O kanun kimi? Atina'nın kanunu. Onu tutkanmalar. Atina'nın kitabını okunlar. Hozir Amerika'nın tutalkan siyasi okup bekmanlar. Okşaşlar. Hoş. Endi biz muşu Uyg'urlar üstüden Jungo hökümeti bevosita qo'l tiqib erkak qirg'inchilik ilib borganligi parda qisli Vatikanning ham Amerikadagi Demokratchilar partiyasining qo'li borligini burundan tortib biz anglab kelyapmiz. Endi muşu qirg'inchilikni to'xtamay qilayotgan yana Jungo parda qisli Vatikanlar bor. Lagerga so'liganmi 2009 qirganmi, uning oldidan qirganmi, mushu 100 necha yil qirib kelayotgan hamma ishlari ta hozirgacha yig'ilib kelib, bularning jinoyat bak eg'irlab ketdi. Ma kun kelganda butun dunyoga tahdid qildi. Uyg'urdan boshqa hozir bo'layotgan ishi, Uyg'urlar uchun erkak qirg'inchilik olib bo'lgan bo'lsa, butun dunyo xalqiga tahdid qilib, virusni taqatdi, virusni davolayman deb vaksinni o'zlari ijod qilganligini deyotdi. Vaksin chiqishdan ilgari nima qildi? Bular maska sotdi. Maska sotishdan ilgari hamma davlatga maskalarni sherdagi Jungo fuqarolariga xabar qilib yiqizib oldi. Azon vaqtida yig'dirib yetib, o'zlari qimmatni sotdi. Temperaturani o'lchaydigan ajdaq narsani yasab chiqdi. Tüven bolsunmu, yuqori olsun hammasini 36 gradus ya 36,5 gradus qildan qilib o'lchaydigan narsani sotdi. Kiyimlarini, xalatlarni sotdi. Bosh kiydigan xalatlar bilan bir yurish qildigan hammasi bo'ylarini sotdi. Shunda qilib, bular hozir o'zlari ichida oshkorlayotgan nima desa, mishada virusni bani qilib Jungo hukumatiningki topgan pulining kirimining o'zi, topgan pul emas, uning kirimlar, sap kirimning o'zi 6 milyard 700 milyon. Bu şucuk pul boptu. Ziyan bolsa
Jungo xalqi hammasi ziyonni tortdi. Bular uyiga so'lab qo'yib, qimmatbaho narsani Ali komitetining akrabirdiga bozorga chiqarib, uni olma, buni olmayma deyamaydi-ki. Majbur akib sotadi-ki. Mushundan belgili bo'ldi-ki, pulni hukumat topadi. Ziyon bo'ldig'ini hammasi xalqqa. Mayli Xitoy bo'lsin, Uyg'ur bo'lsin, Qozoq bo'lsin, hammasini biroqla pul tepishniki bir obyektiv aylantirib oldi. Demak, Jungo fuqarosi bo'lish o'zi bir ko'ktat bilan o'xshash degan gap, ko'ktat. Yeymadiz xohlagancha o'riydi, xohlagancha yuludi, xohlagancha tashlaydi. Demak, bu kommunistlarning ishi yoki Vatikanlarning ishi mana shunday bo'lib kelyapti. Endi mushundaqsiki Uyg'urni qirgan, butun dunyoniki ota bovusi bo'lgan ajdodvan Uyg'urni qirgan, endi ajdodlarga tahdid qilayotgan, butun dunyoni yo'q qilaman deyotgan mush kommunistlar Vatikanga taqobil turadigan kuch chiqmamdi. Amerika yolg'iz kuchamdi. Bu masalani deyishmasak bo'lmaydi. Biz bu har qatim mediaga chiqqanda bir suratni qo'yib qo'yapmiz, hozir yana qo'yib qo'yay. Bu Yusuf alayhisalom deb o'ylayapman. Attilla burun ashida qiptiki. Rasmlarda lekin Attilla emas, Attillaning o'rniga Yusuf alayhisalomni sizgan deydi. Ash qamchi bilan tutib turdi burun, Vatikan ashundaq savg'an bularni. Endi ma zaman kelganda, yaqinqi zamonda Vatikan bilan kommunistlarniki intayin dahshat nacharligini hamma haq asta-asta bilib yetgan chaqda, hamma haq deganim ashuni tadqiq qilayotganlar, siyosiyonlar bilgan. Xalq bilmaganda, bular yushuribli kelgan bular. Endi o'tirg'i chiqayotganning o'zida hozir yolg'on bilmas bo'lib, ashuni so'zlamay turayotganlar nurg'unjiq. Desa aşı din. U yoqdan bu yoqdan masjidlarning birimisini tashlab qo'yib söhbət qilmaydi. Ashtaq turayotganlar bek ko'p. Endi o'sim uyqumizni ochayli bir narsalarni tahlil qildigan, analiz qildigan ugunayli qarindoshlar. Dunyo vaziyati qanday kelyapti? Joe Biden'niki yasab qo'ygan bir rasmini chiqirib, undaq debdi, mundaq deb telefon sözüşüpti, ashdan ishni o'tirdi. Undaq bo'lmaydi qarindoshlar. Yaxshi analiz qilayli, tahlil qilayli. Agar ashlar rost bo'lsa, bu vaqt qanday bo'ldi? Hillary Clinton o'tirlar chiqib so'zlab yuratdi. Nancy Pelosi'lar chiqib so'zlaydi. U davlat bu davlatga boratdi. Hozir hech kim hech narsa bag'ini yo'q. Trump iyaga beribdi, biyaga beribdi deb aeroplanda bag'an narsalarni chiqaryotdi. Lekin malaniki yo'q. Demak, bu tashviqotning intayin xato yerlarining bog'lig'ini biz ashnasan selishtirib o'zimiz bilaylik. Da'vo yo'lda o'zimiz hammamiz o'zimizni intayin kuchli da'vogar hisoblayapmiz. Bu shu narsalarni tahlil qilishni bilmasak, ashqin qarab o'tirimizda burungi zamon yilqi radio simliq radioda shu Beijingdan yoki Urumchidan taqatgan narsani anglab shundoq o'xshaydi degandek, hozir shu holat tushib qolmiz. Shuning uchun tahlil qilishni bilaylik. Bu shu Vatikanning jajisini berish hem kommunistlarni Vatikan bilan yo'qotishniki çağrısını bütün dünya kıvatamdı, Amerikalı yağız kıvatamdı degan ama şu to'g'riliq Yar Mehmet efendim qisqaroq bir so'zlab bersa bo'pti kendik. Marhamat. Xo'sh, qarindoshlar, bu narsaga bu yaxshi bir asosi va bir mazmun bo'ldi bu. Bu Vatikanniki bu Vatikanni o'zinki qonun nizomi, o'zinki yolg'on Xristian qirvog'ini endi bu munda qarindoshlar, bu Vatikanniki Aysa payg'ambarning vaqtidagi Aysa payg'ambar bulavul imqoqchi Vatikan chiqib Tangrimga sizning otangning sadaqa ber deydi ekan. Masalan, Tangrimga mesela yetimler hakkı, tulukudun hakkı, kembeğin hakkı da bir o bular. Ulanı köpünçeden bilmeydi. Bu sile Vatikan'a İsa Peygamber'im deydi de bu silenin tanrınla pul talep, dünya talep kılamdı dese bularınki biz ne bileyimiz bununla?
Buniki bütün xalqlar anlab qoldi buni gapini degandek kirkitdi. Kirkitib, endi bo'ladi juqroqdan boshlab chiqadi. Men bir odam kelibdi, eshikdan Tangrimni haqqini bermay kirketdi deb. Degandan keyin endi ular chiqib, "Sen kim o?" degandan keyin men Allohniki evetga elchisi. Men insonlarga Allah'ını tanıştığını, Allah'ın varlığını nimki haberdaş, ben haberdarçısı ben haberçi deydi. Sen şu haklar sözü etotkan nicetkar mı dese, onda da bilsen mi buludu? Yaktıysan uzanışı degen. Degendikken bu İsa Peygamber'e düşmanlık kılan Vatikan, bugün külliklergiçi, bulanın yarası da, tasmı bilen özü olurduğunu. Şialarınki Hazreti Ali'ni ötürüyotgan pişman kılıp bu Vatikanlarning o'xshaganligi o'zi Hasan Hüseyin bo'ldi. Shunga o'xshash. Bu Vatikanlarmi İsa payg'ambar da'voga siqqan va nima qilgan shunga pishman qildi bular. Bu Vatikan yo'qamamdi deganda bu dunyoniki oxir zamonniki bu oxir zamonniki ma boshqa oxir zamon emasga qarindoshlar. Yaxshi analizlik qilinglar. Chunki Allohning muqaddas kitobida mushu o'tib kelgan chaqda buzildi ekan. Endi tuzilib qoldi ekan. Mushni tuzilgan chaqda bu Mahdi oldida saxta Mahdi chiqdi ekan. İnsanlarni ma nimani qilish uchun. O qas Mahdi uqmayman ki haqiqiy Mahdi chiqdi ekan. Endi İsa payg'ambar tushdi ekan deyilgan. Xo'sh, tarix kitobida shu, Qur'onda shu İsa payg'ambar tushib, shu shaytonlarni ilishi degan. Endi bu Vatikanninki ish tugamamdi. Vatikanniki Baytul G'ini efendimdan o'tib ketgan bir asosiy mazmunli gap. İlk anlamda davamlı bilimler qildi demanglar. Bu so'zlash bir oson emas. Buni tanishib, Uyg'urda tarjima qilmoq oson emas qarindoshlar. Ko'pincha adam maktabda o'qiganki, uni qilgan insiz mana o shikillikni o'qilib ekan, Xitoycha bilimlar davosi tushunmay unutib qolibdimish. Men o'qimagan adam, o'qimaganlar ko'p tushundi ekanmish. Xo'sh. Endi bu yarası dunyoda yer tevritib, bu yerdagi dunyoni bilish. Çünkü Vatikan'daki ilk tramvay yarası tömür yollar ve maşin bile mağdırgan tömür yollar. Bu yollardaki yer tevritip onunla soğukla su biskitidir. Kim onu kıyızıp çıkırdı. Hazır nurgun altın çıkıptı. Bu altınla o taşkı dünyaya kıra olmayan demegen altınlar ki. Yani peyda oldu. Pul dese pul yokmuş, altın var yaptı. Manamdi, adam debidip gittim. Bu yarası dünyadaki yani nemi var? Şu kitapkan tapamadıdı. Bu şeytanlarınki kitapkan tapamadıdı. O öyle ki İncil'ini taptı. Dep anladık. Bir ayını aldı da. İncil'ini tepti de. İncil'ini tapkan olsa Vatikan teslim bulup beşirdeki yağan ki ak topu taşlaplan kilis belge tutup Allahu Ekber kilis belge tutucu var ya koyayım. Demige anak deydi desenler keyin Allahu Ekber eşhedü la ilahe illallah dep endiki kilis belge taşlap İslam'a geçiş mümkün. Ama İncil'ne nemi kalsa. Demige degende Kur'an'ın hakikisi Xitoy kommunistka, O'ris kommunistka, Kuba kommunistka, mesela nurg'un bu musulmonning kitobini Arab xalqi davlatlarga chiqqan, yana shu Vatikan kitoblarni. Qayerga shu bo'lib oldi bular? Qayerga jumlaqda oldi, shu bo'lib oldi. Ya askari bu guylarning puli bor. Ama tuğmay bilimlar o'ylaydi. Abayta G'ini efendimdagidek anazlik qilib beqinglar. Buni anazlik qilinglar. Dava qildik deb eliq telefona kelgan birini o'qib dava qilmay qarindoshlar. Bu Uyg'urniki bu shu nimasidan chiqdi-ku bu 2019. Ha? 2019 nimasidan chiqdi?
12 ayındaki qanchisi 8'i. Qashqa pazvati yer tavridi. 2019 oxiri Qashqa pazvat yer tavridi. Kirmanglar bizda virus va kasal bor deblar. Qashqarga atom bomba etib bo'lib bugun yerning ostidan portlaydigan. Bu yer tavridi deb ahmoq qildi. Qarindoshlar. Nimaga? Bu Vatikan ma qalam qanşıqdan toplan to'g'a sho'g'lab atlı dedi-de bu Xitoylar mana mushunchalik zararlik bilimlarni qildi, uni buni topdi Vatikan. Bu virus Vatikan boshliqligi Xitoy virus. Buni bildi. Shuning uchun bu Vatikanni mahkam tutib olgani Cumhuriyet Partisi, Amerika hukumati. Meselesi bu. Bo'lmasa bu da bunu mesela kılatmışsa Amerika mı yok, Xitay mı yok ayda bütün dünya telik tutuyor. Bizde bütün dünyaya çıktı gidiyor Xitay. Nime için bunu değişke bek ettigen bölümde değilsem bulmaydı. Ya ki sakşı ektidir. Bu deme xatarlik narsa. Bütün dünya Xitay talipli kılmıştı. Bütün dünyada talip. Kalgana demey bu Vatikan özümü bütün dünya talip Amdilak remnimi taşıp ketmeni unutmayman. Moşu aşı istediği aşnak olsa Yaman çoğuşu var. Aldığlar köz yakın başlar. Biz davatimiz davamlık bu işler buna onu besikmedi. Oy. Mavu tam çıksı mı bu kalem kançık bir yügaş öz onu tutulgan iş yok. Davamlık iş buldu tutuldu. Hayırlam tutuldu. Vatikan komünistlikte işleyen muşu ilak nemigeller tutuldu. Bu ağzı muşu bütün Xitay'dakini anlamadı, Uygur'dakini anlamadı. Xoş. Burunqı nəslini anladı. İli bağan nəslini az anlamadı. O şey yapıyor. Muşu Vatikanның komünistlarning hozir qilgan ishi intayin yuqori chekka yetdi-de, 2020-yili hozir emasa bu yil hozir Yuşurnalda nurg'unisini bir taraf qilyapti. Hem 2020-yilgacha bo'lganda mushu oraliqda bular bek kuchayib ketgan. Endi bayami bir eskartib o'tgan yilqi rasmda Attila bu Vatikanni şunu çağladılar, aşındak naçarlığını bilip kap bir qattiq savab Avrupa'dan tatip O'rta Osiyo Sibiriyagacha hammiyada surib to'qlayqa bularni bir qatim o'ngshab qo'ygan. Ondan keyin bir mezgil jimidida bu. Asta-asta yana bular kuchaydi. Kuchayib makun kelganda, mushi yaqinda buningga zarba berman degan kim bo'lgan? Hammamiz bilimiz burun danq chiqqan Kennedy qas kuchirgan. Aşı meydanda attı bunu. Bir yerda bir narsani o'ylab beqinglar. Kennedy bularni yo'qtiman deganligi uchun buni attı. Atqandimi? Uyda assın bu bo'ladi, ishxonasida assın bo'ladi, o'ylasida assın bo'ladi, yo'lda assın bo'ladi. Lekin nima uchun bütün xalq olam oldida cho'ng maydonni atadi? Bir yerda nima demoqchi? Vatikanga qarshi, kommunistga qarshi bir ish qilay desa, qor jamiyatni yo'qotish uchun bir ish qilaman desang, biz hammani boshqarayotgan biz sen ashta qilaman deganlar yo'qolsa bütün dunyo ko'rsatmoqchi u. Mushundaq sharmanda bo'la. Jim yo'qasimi, yo'qotadigan narsani bütün olamning oldida, osh maydonda, cho'ng maydonda atdi. Biz bildiğimiz şunçılıkta bu hazırkı ma Joe Biden o'xshash artistni birini qo'yib artistni attimi, mani mangulik törmüge solib etdi mi? Biz uqmaymiz da. Lekin attı. Bunu bütün dünyaga ibret qilmoqchi. Özlerini dada, aka, cho'ng dada deb muşundaqsiga deb bir umr mushunda qulluqda o'ssa, yer shar mushunda kontrol qilsa demoqchi. Lekin buningga Kennedy qarshi chiqdi-da. Bunu atqandan endi Kennedy qilgan narsani yo'shirun davomlashtiryotdi deb nurg'un davlatlarda harbiylar
Muşu Vatikan'a qarshi kurashlarni qilgan, lekin kuch tankilanmasimi davomli qilib kelyapti deganni muşu YouTube'a qarasaq ba'zi narsalarda yapma holatda kinolar qarasaq ham bor Vatikan bilan kurash qilayotgan. Eng Uyg'urlarga yaxshi tushunaladigan narsani deb bersam, Kurtlar Vadisi degan Turkiyada ishlangan film bu haqiqiy Vatikanning sirrini ochadigan kommunizmning bu shu qizil kommunistlarning sirrini ochadigan intan yaxshi film. Bo'lsa yeni ko'rib baxsanglar bo'ldi. Mashunda uchiq oshkorlab turdi. Shunga dastlabda hammasi bilinmay yurgan bo'lgan bo'lsa, keyin bilib olgandan keyin buni cheklavyapti. Bu filmning davomini ishlaymiz, ishlatkizmidi. Xo'sh, endi bu Recep Tayyip Çindoğan keyin tushundi-da bu ishlarni. Shunga to'xtatib o'tdi u narsani. Endi mana qaytib kelsak, Trump endi bu narsaning oxirini yig'ishtiramiz. Biroq davomli kurash qilmay, biz biroqli kurash qilib, biroqli tugutayli buni oyoqlashtiramiz bir yil deb o'tirg'i chiqdi. Chiqsa bular hozir mediada bayam degandek, Joe Biden prezident bo'lganda o yer so'zlayotdi, bu yer so'zlayotdi deydi. Oqsaroylar taqilib ketgili, iyalarniki hozir odam yo'qligini hammasini medialarda ko'ryapmiz, lekin bular Oqsaroyning ichida so'zlayotdi, Oqsaroyning oldida so'zlaydi deydi. Xalqlar uyingizga chiqib dirbom bilan qolsa Oqsaroyning oldida hech nima yo'q deydi hozirma. Bular ashada o'tirib so'z qilyapmiz deb medialar taqib yurdi. Shunga deyman, bir narsani o'ylab tahlil qilayli. Bu rost so'zmi, yolg'on so'zmi deganni o'ylayli. Rost bo'lsa, boshqa davlatlar bilan diplomatiya munosabatni qiladi ular. Hozir yo'q. Yolg'onlarni o mediada bizga o'xshash mediaga chiqib bir yer so'zladi deb bir videoni taqibdi. Bu xalqarolik cho'choq ishlarni bu mediada bunday so'zlab qo'yib hal qilmaydi. 100 tiran ko'rishib turib imzo qo'yishib bir narsa qildi. Xo'sh, endi temaning o'ziga qaytib kelsak, Komünistler Vatikanlar insaniyat qarşı hazır intayin ağır cinayetlerini ötküzdü. Uygur üstüdün bu erkek kırgıncılık elip badı. Endi bulanı bu yıl ya ki bu yılın içinde en kısa zamanda bulanı hemmisini yeryüzünden yok kılamdı ya ki bulanın hemmisini cehennem uzutamdı, dozaq taşlamdı. Bunu en tüz süratli birnim qımısa, bula yamrab kitiverse ve yerşanni bula yok qılamayan deb küçep insaniyetini veyran qılıdamdı. Bulardan burun Trump efendim özüneki armiyası bilen küreşki bularını yığıştıramdı. Ya ki yığıştırışka güç yetmesi vaqt so'zlamdı. Şunun bilen bu Xudoning g'azabi kelsa, Alloh taolo bu yerda bir g'azab bilan yana burunqidek Nuh alayhisalomni sen hayvonlarni qutqazgan insonlarni men qaytadan yaratish uchun hozirgi insonlarni hammasini biroqli suv g'arq qo'ytay deb hozirmi o'xshash qilamdi. Bu to'g'riliq yarmamada bendim qisqaroq vaqt bek az. Shu 5 minutlik bu to'g'riliq so'zlagan bo'lsangiz. Hoş geldinler. Endi bu Vatikan'daki yo'qolishi nimaga desanlar, yo'qolishniki ifodasi bu jip g'altak yo'g'il mengadir. Bu jipni kesib uzatmasdan bu g'altak to'shmag'icha bu jipni yig'may qolmaydi. Bu jipni yig'ilyotdi. Chunki Allohning irodasi bilan. Endi bu Allah subhanahu wa ta'ala bunun şeytanlığını bölüp bunun oyunu koyup da insanların cazalayman dese vaqtida o diniga haqlar guman qilib qoladi. Unda ki insanların hatalaşması için muşu nimadan pakiz tazlanıp bitip ketsek bir moyka degan narsa var. Tazlık. Maşın meyaqda kirib jip pakiz ayaqda chiqdi. Ana o'sha o't ki, ben baytın dep kelgende ki, moş otur ki, aşı tazlık mayaktan kırdım maşına, mayaktan parkı jürüp çıkarttı. İnsanlar mı? Şunu jürüp ödülen kapıda, naiti böyle jığılıp kalır buraya. Niyaman piştin dep basa,
g'iybat shikoyat, tillash, haqoratlash, aldamchilik, setimchilik, xoinchilik hamma narsa nurg'un bo'lib ketdi bundan. Dinmi kirib ketdi, shaytonning ishiga Alloh shayton rahbarimiz kirib ketdi. Ish qilib uni desak, nurg'un ketdi. Endi bu Vatikanning masalasiga kelsak, shayton yo'qmi yo'q aytdi. Qanday yo'qaydi? Qanday yo'qaydi? Birinchisi eng chong qurol Uyg'urlar ittifoqlashsa Xitoyning o'yini tugaydi. Demak, Vatikan beshni qashariga vaqt keldi bular qilib. Bundan aran 70 yilgacha bu Xitoyni bir jumhuriyat qilib saylab bularni jutma-jut bunday qilib etgandi. Yani bugün bir şey oldu. Çünkü nime geldi bütün insaniyet o'xshash yaşagan ahir zamanında yıkılış vaktinde insaniyet yani o'xshash bir yer kelib qoldi qanimiz. Bunda o'ylab yiqqanlar. Amerikada burun kim batı Uyg'ur bamti yo'qdi. Xitoy bamti yo'qdi. Ahirdan qarabatdi yani. He. Boz Meksikalik vatdi ular Englislar var. Yavrupa halkı batı deydi. Müslümanlar payda aşına bulup kaldı. Bütün dünyada aşına bulup ketdi hazır. Xitoy ço Xitoy şu nimni işledi. Nimaga bunu dünyaya taqatgan kim o? Aşı Kur'an'daki Allah'ın sözü qaraganlar. Bu şeytan bütün dünyaya taqatdi. Çünkü ay şeytan kelip, ay şeytan ne? Bütün dünyaya taqatdi. Vatikan. Mana bu şeytanın şahidim, bu Esasen bak şahidim Abbaq hocam manda qildi o. Şeytanın Vatikan'a şahitli komünist olgan ekan, komünist degan o Vatikan o chiqargan narsa masalan. Tangrim yo'q mu degan, yag'an degan guylar bu. Bularning yo'qishining sababi nimaga? Qur'on yozgandek bu shayton butun dunyo tarqab keyin yo'qolibdi degan. Bu komünist ajiz majuz degan. Ajiz majuz degan kim o? Ajiz majuz degan. Vatikan shu qilmoqda. Vatikan shu. Ha. Bu kimki ajiz majuz degan Xitoyga deb qolmoqlar. Bu şeytan şu. Aziz arkadaşlar. Bir yerde bizimle kısaya git. Dertli çıkmadık. Bu bilginimizde sözlep çıktık. Vatikan yok hamdı şeytan yok aydı. Ne yok aydı? İttifaqlasan yok aydı. Uygurlar ittifaqlaş birleşkende şeytanın oyun tügeydigen, komünist oyun tügeydigen, Vatikan'ın oyun tügeydi. Aziz arkadaşlar. Başka iğnesi yok. Tıllıgan sokaşkın olar Esselamu Aleyküm dep davani, teşvikni birlik ittifaqlaşıp etsek boldu. Şeytanın yo'qligini şu. Bu şeytanın atımen sen tuxmaysan. Qaysi şeytan? Vaqti putur Xitoy millati o'tish to'g'ri keldi. Vaqti deb hech chiqdik. Deb hech chiqsin deydi. Şeytan yo'qsigadan. Hozir qo'pmasin o'tirsa bir kez uchaba bir ma'no deydi. Köyga Xitoy so'ysa qolmoqda. Biz ittifaqlasak taş yetişmi ketmeydi. Birleşip olsak tüydi degan gap. Aniki mustaqil atom bomba, raket, aviamatka, askar, qo'ral ketmaydi ki arkadaşlar. Bir oddiy narsa qilsak shaytonning yo'q qilishi shu. Xo'sh, yana yapaman. Endi vaqt to'shib qoldi qarindoshlar. MMY'ge Nuh Aleyhisselam'niki Allah ber deb turgan resmini chiqarib qo'ydim. Bu shu rasmning keynida Nuh Aleyhisselam'niki g'uva turgan shu kiyimisi bor. Nima uchun Nuh Aleyhisselam chiqarib qo'ydim desanglar, bu kommunist bilan Vatikan odamlarni so'yayotgan, organni setayotgan, qirayotgan, butun dunyoga tahdid qilayotgan o'sha rasmini kichik chiqarib qo'ydim. Uyg'ur ayolning qo'sig'ini yerib, kommunistlarniki ash boboqlarni tatib yeyotganligini, odam go'shtini yeymiz deb turgan ko'rinishlarini kirishtirib qo'ydim. Mushundaq qilayotganda, butun dunyoga tahdid qilayotganda, bulan yo'qotish uchun tirishmasak, bayam Yarmamat efendim degandek bu yerda birlashib bular qarshi turmasak, qandoq bo'ladi? Alloh taolaning g'azabiga uchrab hozirgi olam gemisiga tushib qochaman deganlar qochamaydan qo'ydi. Alloh taolo hammasini biraqla g'arq qo'ydi. Endi Nuh alayhisalom yo'q qarindoshlar. Burunqidek hayvonlarni qutqizib qol. O'zingni qutqizib
qalsa, o'zing qutulsa, mushu oila jamiyatinglar qolgan emas suv g'arq bo'ldi deydigan gap yo'q. Nuh alayhisalom tugidi. Alayhisalomlar payg'ambarlar endi kelmaydi. Burunqlarni seg'inib o'timiz, aslab o'timiz, ham bundan keyin yo'q. Endi bu yo'q degan gap, Nuh alayhisalom yo'q degan gap, endi Allohning g'azabi kelsa, insonnimi, hayvonotlarni qutqizadigan bir payg'ambar yo'q degan gap. Allah hammasini bir xil tuzlab etib, buningdan keyin mush bütün hammas yo'qolgandan keyin qaytadan o'zi yaratadi. Ya insonni qayta yaratamdi, ya hamma hayvonni qaytadan yaratamdi. O'zi belgilaydi uni. Lekin qutqizadigan narsa qolmadi. Demak, hammasini insonlarning maslani yaratdim. Yarilish o'zingdan degan. Biz qarabli tursak, yarilishni qilmadik degan gap. Yaratib qo'ysa yaralanmasak, buni yuqori fan texnikalarni tadqiq qilib, uni buni yasab baxdik. Her kuchli qurollar var. Ashundaq turib biz ya birga kelanmasak, ya urush qilmasak, ya kommunistni o'tamisak, ya Vatikanni tugatmasak, qarabli tursak, bundaq duo qilayli deb Turkiyadagi o'limalar jamiyati o'xshab duo qilsak bir nima bo'ldi deb, g'olam qarag'udak ajim o'tasak, Amerikadagi bir davlat chiqib bir kun mustaqil bo'lding deb chaqirdi juma degandek tursak, qanday bo'ldi? Allohning g'azabiga uchraymiz. Bizlar emas, hammamiz bir xil tugaydi. İnsanlar tugaydi. Jahonmi tugaydi. Yershan qaytadan yozmaslikdan boshqa Xudoning amali qolmaydi, qarindoshlar. Bu mening shaxsiy fikrim. Endi vaqt to'shib ishmi ketdi. So'zni mishatni to'xtatay. Qolgan yangi temalar olsa yoki talab qilgan temalar olsa yozib qo'yinglar. Biz kelaqatimqi suhbatda tafsiliy yana so'zlashimiz. Rahmat qarindoshlar.